$2000 har kuni 10% foyda qo'yib sotadigan bo'lsangiz, $200 kuniga foydangiz bor. Va shu restoran, kafelarni yurg'izayotganimda eng katta muammoga duch kelardim va mana shu muammoni 7 yil ichida birorta bir firma yoki inson menga yechib bera olmadi. Keyin qimmatroq olishga o'tib oladi, keyin o'sha uni себестоимостьda tannarxi mahsulotini oshib ketgandan keyin u tupikka kira boshlaydi. Bu biznesni boshlash uchun nima qilishingiz kerak? Birinchisi, bozorga borib yoki tanishingizdan eski haydalgan $2-3 ming atrofidagi Damas'ni sotib olishingiz kerak. Ya'ni ular hisob-kitob qila olmaydi. Mana shu hisob-kitob qilishi uchun ularga o'z vaqtida kelgan mahsulotlarni prihod qilish kerak. Chunki siz kalibrlangan mahsulotdan nechta yoki necha kilo mahsulot chiqishini bila olasiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videomiz bor yo'g'i $5000 tikib boshlasa bo'ladigan biznes haqida. Bu biznes nima haqida juda qiziq bo'lganinglarni bilib turibman. Endi meni yaxshilab eshiting. Bu $5000 $3000 ga yurib turgan eski Damas sotib olib, shu bilan birga boshlanadi. Qolgan $2000 оборотga tikiladi. $2000 har kuni 10% foyda qo'yib sotadigan bo'lsangiz, $200 kuniga foydangiz bor. Buni 30 kunga ko'paytiradigan bo'lsangiz, $6000 bo'ladi. Bu biznesda taxminan shu 6000 ni yarmi rasxodlarga ketadi. Ya'ni bir oy davomida pul ishlatasiz. Demak, 6000 ni yarmini olib tashlaysiz, $3000 toza foyda qoladi. Endi men o'ylab ko'rdim. Damas bilan oyiga necha pul topsa bo'ladi? Bu biznesni Damasdan tashqari boshqa mashinada ham boshlasa bo'ladi. Endi mana kuniga Yandex qilib yoki Damasda yuk tashib, maksimum bir oyda necha pul toza foyda qilsa bo'ladi? Izohlarda kutib qolaman. Har bittangizning fikringiz men uchun juda muhim. Aziz do'stlar, men 7 yil restoran yurg'izdim. Bir qancha restoranlar ochdim, kafelar ochdim va shu restoran, kafelarni yurg'izayotganimda eng katta muammoga duch kelardim va mana shu muammoni 7 yil ichida birorta bir firma yoki inson menga yechib bera olmagan. Agar birorta firma yoki birorta bir inson menga taklif bilan kelib shu muammoga yechim berganida, men uni bilan 7 yil ishlaganimda, u odam normalniy mendan foyda ko'rardi va kelgusida nafaqat mana kafe restoranlarimni, balki boshqa restoran, kafelarni ham qo'lga olib, hammasi bilan ishlab, katta daromadga chiqib, hozirgi kunda gigant importyor insonga aylanardi. Bilasizlar, YouTube'dagi har bitta videomda sovg'a berishni odat qilganman. Bu videomda ham eng ko'p like yig'gan izohga yana har doimgidek ofisimga chaqirib, mana shu xonamda shaxsan o'zim qo'limdan sovg'ani topshiraman va menga 100% savolni bermoqchi bo'lgan insonga bu zo'r imkoniyat. Mana shu yerda kelib menga savolni berib, o'zini biznesidagi yoki endi biznes boshlamoqchi bo'lsa, shu biznes boshlashiga doir savolni berishi mumkin. Balkim menga yoqadigan, kerakli kasbdagi inson bo'lsa, uni o'zimga shogird qilib ishga olishim mumkin. Endi sizlarga savolim, izohlarda o'zingizlarning hozirgi A tochkalarni yozasizlar va B tochkalarni yozasizlar. Bu nima degani? Ya'ni A tochkalar sizlar hozir nima biznes bilan shug'ullanasizlar yoki nima ish qilasizlar? Nech pul topasizlar? Kelgusidagi maqsadinglar nima ish qilmoqchisizlar yoki shu qilib turgan ishingizda yoki yangi boshlamoqchi bo'lgan ishingizda nech pul topmoqchisizlar? Ya'ni A tochkalar bilan B tochkalarni chiroyli qilib yozinglar va shu yozgan izohingizga eng ko'p like yig'gan izohga mendan shaxsan sovg'a. Videoga like bosishni va videoni o'rtoqlaringizga va yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmaymiz. Bu biznes ta'minotchilik biznesi. Ya'ni kafe, restoran, kafeyni, hattoki mini marketlarga, to'yxonalarga, hattoki firmalarning oshxonalariga ta'minot qilib berish biznesi deb nomlanadi. Mana hamma kafe, restoran yoki zavod, fabrikalarda shu oziq-ovqatlarni bozor qilib kelish katta bir muammo. Nega? Restoran, kafe, to'yxonalarda har kuni sveji bozor qilishingiz kerak. Zavod, sexlarda shu bir haftada bir marta, 3 kunda bir marta bozor qilib kelib, keyin o'shani xaladinga qo'yib qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Lekin bularda ham shu bir hafta bir martaga bitta ishchi yollab, unga pul berib bozor qildirish katta muammo va hamma zavod, fabrika, restoranlarda ham eng katta muammo mana shu bozorchi, ta'minotchiga bo'lgan ishonch. Ko'pchilik restoran, kafe egalari bozorni o'zi qiladi va uni 1 oy qiladi, 3 oy qiladi, 6 oy qiladi, oxiri charchaydi. Keyin tezligiga o'tib oladi, keyin qimmatroq olishga o'tib oladi, keyin o'sha uni себестоимостьda tannarxi mahsulotini oshib ketgandan keyin
u tupikka kira boshlaydi. Shuning uchun deyarli kuchli katta restoran, kafenalar, to'yxonalar hammasi ta'minotchilar bilan ishlaydi. Chunki ta'minotchilarni zo'rlarini topib olgan. Mana shu zo'r ta'minotchilar o'zi katta foyda qo'ymaydi-da, lekin doim zo'r ta'minlab berganligi uchun to'yxona, restoran, kafelar shu ta'minotchi bilan hamkorlikda ishlaydi. Sizlarga bugun aynan mana shu ta'minot biznesini ochish va yuritish haqida batafsil tushuntirib bermoqchiman. Ta'minot biznesi o'zi nima? Demak, siz shunaqa ta'minotchisi bo'lmagan, o'zi bozorga borib oziq-ovqat olib kelayotgan yoki ta'minotchisi uni kiydirayotgan, ustiga katta foyda qo'yib olib kelib berayotgan kafe, restoranlarga borib shu taklifingizni berishingiz mumkin. Bu biznesni boshlash uchun nima qilishingiz kerak? Birinchisi, bozorga borib yoki tanishingizdan eski haydalgan 2-3 ming dollar atrofidagi Damas'ni sotib olishingiz kerak. Agar 2-2,5 mingga Damas sotib oladigan bo'lsangiz, o'sha 1000 yoki 500 dollar tikib, uni kapremont qilib, 1 yilgacha boshqa buzilmaydigan qilib, cho'tki qilib olishingiz kerak. 3 minglarga men surishtirdim, o'sha Sergeli bozorda yuradigan sostoyanidagi eski Damaslar bor ekan. Endi Damas'da hattoki Matiz yoki hattoki Nexia'da ham bu biznesni qilsangiz bo'ladi. Ya'ni orqasiga o'sha yuklarni ortib, bu narsalarni restoran, kafelarga olib kelib bersangiz bo'ladi. Endi nima uchun оборотga 2000 dollar deyapmiz? Chunki оборотga 2000 tikish taxminan mana o'sha restoranim bir kunda 7 millionlik bozor qilardi. Deyarli har kuni. Bir kun 8 million, bir kun 5 million, bir kun 9 million, bir kun 6 million. O'rtacha olganda kuniga 7 million bozor qilardik. Bu oldingi paytlarni aytib beraman. Yaqin 3 yildan beri men restoran, kafelarimni aralashmayman boshqaruvga. Nech pulga bozor qilayotganini bilmayman. Ya'ni siz 7 million, hozirgi kunda ham 7 million bozor qilayotgan bitta kafe yoki restoran bilan gaplashib olsangiz, shunaqadan 4 tasini olsangiz, ya'ni 7 million o'rtacha 500 dollar bo'lyapti. 4 ta kafe, restoranni olasiz, klient qilib olasiz va 500 dan bo'lganda 2000 dollarlik bozor qilib berasiz. Buni bir kunga, bir sutkaga nasiyaga qilib berasiz. 2000 dollar tikib o'zingiz bozorga qilib kelasiz va o'sha restoran, kafega tashiysiz. Ertasi kunligiga keyin o'sha yana undan pulni olasiz va uni puliga keyin borib yana bozor qilib kelasiz. Ya'ni bir kunlik yoki 2 kunlik оборотini o'sha firmaga tashab bersangiz bo'ladi. Endi buni aynan shunaqa 7 millionlik, ya'ni 500 dollarlik emasda, 250 dollarlik bozor qiladigan kichkina kafelar bilan ham hamkorlikda ishlasangiz bo'ladi. Unda 4 ta emas, joylaringiz 8 ta bo'lib ketib qoladi. Faqat bitta mashinada 8 ta tochkaga yetkazib berishga qiynalib qolmaysizmi? Buni grafikini to'g'ri tuzib olishingiz kerak. O'zi mana shu ta'minot biznesida eng katta muammo nimada? Eng katta muammo bu zakazni, ya'ni restoran, kafelarning zakazini o'z vaqtida yetkazib olib berishdi. Siz buning uchun restoran, kafeni egasi va shef-poveri bilan va hattoki menejeri bilan kelishib oling. Soat nechida zakaz senga olib kelingan bo'lsin deb ulardan so'rab oling. Ular sizga aytadi, ertalab 9 ga yoki 11 ga yoki 10 yoki 8, ya'ni ular nechiga desa, o'sha soatga olib kelib berishingiz kerak. Demak, siz 4 ta kafe bilan gaplashib oladigan bo'lsangiz, bittasi bilan kelishingiz kerak, "Shu men senga bu yukni 8 ga olib kelib beraman." Uni tushirishga yarim soat vaqt ketsa, 8:30 gacha siz uni tushirib joylab olasiz. Nakladnoylarga qo'l qo'ydirib olganingizdan keyin soat 8:30 da chiqib ketsangiz, yarim soatda ikkinchi tochkaga yetib bordingiz. Ya'ni ikkinchi tochka 9 dan vaqtli bo'lishi kerak emas. Mana shuni logistika grafikini tuzib oling. Keyingi tochkani ham uzoqligini qarang. Agar keyingi tochka ancha uzoq bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1 soat yo'lga qo'yasiz va yarim soat tushirib berishga. Demak, u tochkaga siz 10:30 ga yetib bora olasiz. Siz zapasi bilan 11 deyavering. Ya'ni 3-tochkaga 11. 4-tochkangiz endi 11 dan keyin ularda o'sha obed boshlanib, bizda pik bo'ladi, menga 12 da olib kelmagin deyilgan bo'lsa, nechida sani piking tarqaladi deb so'rang. Ya'ni pik vaqti tugagandan keyin taxminan 3larda obed piki tugasa, siz unga 4larga oziq-ovqatini olib borib bering. Demak, siz 8 ga, 9 ga, 11 ga va soat 4 ga har xil vaqtlarga yukka olib borib berasiz. Endi qaysidir kafe, restoranlar yoki ertalab olib kelgin deydi, vaqtli shu 7-8 da yoki kechqurun restoran yopilgandan keyin olib kelgin deyish ham mumkin. Siz o'zingizni ish vaqtingizni shu klientlarga, ya'ni kafe, restoran, to'yxonalarga moslab olishingiz kerak bo'ladi. Demak, ularni ikkitasi ertalab soat 8 bilan 10 ga olib kelib bergan, 9 ga olib kelib bergan desa, ikkitasiga olib borib berasiz. Narigi ikkitasiga kechqurun soat
10da, ili kechqurun 11da va 12da ham olib borib berishingiz mumkin. Faqat uni ular bilan kelishib olishingiz kerak bo'ladi. Shunda sizni ish vaqtingiz kechqurun 10 dan boshlanib, ertalabki 10 gacha bo'ladi. Ertalabki 10 dan kechqurungi soat 9-10 gacha uxlab olsangiz, dam olsangiz bo'ladi. To'g'ri, ish grafik ozgina sizni qiynab qo'yishi mumkin, zato oyiga $3000 foyda ko'rishingiz mumkin. Bu biznesda eng ko'p ahamiyat berishingiz kerak bo'ladigan joyi har doim mahsulot olib kelayotganingizda albatta nakladnoga yozib olib keling. Ya'ni siz nima olib kelyapsiz? Masalan, restoran nomini yozdingiz. Afiyet restorani. Bugun nima zakaz qilgan? Pomidor tam 50 kilo, bodring 30 kilo, zelilli tam 100 pochka, qo'y soni misol uchun 10 kilo, bonfile tam 20 kilo. Xullas kalom butun spiskani yozib, o'sha spiskada demak mahsulotning nomi, mahsulotning kilo yoki donadaligi va uni keyin korobka yoki idishda bo'ladigan bo'lsa, yashudaligi va nech pulligi, narxi 1 kilosi yoki donasiga va oxirida общий nech kilo va общий nech pulligini yozishingiz kerak. Ya'ni nakladnoyda mana shu ma'lumotlar batafsil yozilgan bo'lsin. Endi agar siz chek bilan, ya'ni naqd pul yoki karta bilan ular bilan ishlayotgan bo'lsangiz, uni ular buxgalteriyasi o'zi оформить qilib qo'yadi. Siz unga nakladnoy yozib beravering. Mana shu nakladnoy unga chekka o'rniga o'tadi. Ularning buxgalteri mana shu nakladnoyni olib turib, o'zini buxgalteriyasiga prihod qilib qo'yadi. Siz nakladnoy yozmasdan tavakkaliga tashab ketmang va eng qiziq tomoni mana bunaqa qog'ozlarga ham qog'ozga yozib tashab ketmang, chunki bunaqa kichkina qog'ozni tez yo'qolib ketadi. Yo'qolgandan keyin uni chef power yoki egasi "Men olmaganman" desa, siz takka bir kunlik bozor puliga tushib qolishingiz mumkin. Mana shu biznesni yo'lga qo'yish uchun sizga yana qanaqa ma'lumot yoki bilim kerak bo'ladi? Eng asosiysi, siz mahsulotlarni kategoriyalarga bo'lib oling. Ya'ni sabzavotlar kategoriyasi, mevalar kategoriyasi, oziq-ovqatlar, ya'ni un, shakar, guruch, shunga o'xshagan mahsulotlar. Baqqollik mahsuloti deyiladi, adashmasam, o'zbekchasi. Keyingisi ichimliklar, ya'ni ba'zi bir kafe restoranlar ichimlikni ham sizga zakaz qilishi mumkin. Va eng muhim joyi go'sht mahsulotlari. Bunga mol go'shti alohida, qo'y go'shti alohida, tovuq go'shti alohida, baliq agar ishlasa, baliq go'shti alohida kiradi. Mana shu 4 xil go'shtlarni agar ular dengiz mahsulotlarini ishlatsa, krevetka, asminok yoki bo'lmasam qisqichvaqa va shunga o'xshagan mahsulotlar ham, tashvaqa, qurvaqa, Xitoy agar restorani bo'lsa, 5 xil turdagi go'shtlarni olib kelib berishingiz kerak bo'ladi. Endi go'shtlarni oldin yaxshilab o'rganishingiz kerak. Mana shu joyga ahamiyat beringlar, chunki go'sht shu spiskada eng qimmat narsa hisoblanadi va go'shtni hamma restoranlar ko'p ishlatadi. Mana shu go'sht joyiga katta ahamiyat beringlar. Go'sht yaxshilab o'rganinglar. Sizga go'sht deganda faqat son, dumba yoki qo'l, kalla go'sht emas, yoki faqat qo'rg'a yoki umurtqa emas. Ya'ni ba'zi bir kafe restoranlar go'shtni yanada ichkarisini xohlab qoladi. Masalan, turklar antrikot olib bergan deydi. Ko'pchilik restoranlar turklar bonfile olib bergan deydi. Bu nima ekan bonfile deb o'tirmaslik uchun go'shtni o'zi mol yoki qo'y nechta xilga bo'linadi va har bitta bo'linayotgan qismi nima deb ataladi. Mana shu bilimni yaxshilab o'rganib olinglar. Google amakiga yozsanglar, Google amaki sizlarga buni batafsil aytib beradi. Hattoki tovuqni ham o'zini atamalari bor. Boldir deydi, qanot deydi, grudinka deydi, keyin целый tovuq deydi, yoki o'sha oyoq deydi, lashka deydi. Lashkani ham ikkiga bo'ladi. Lashkani tepa qismi bor, keyin faqat boldir qismi bor. Mana shuni ham e'tibor qilinglar. Nima deyotganligiga adashib ketmaydi. Agar sizlar restoran, kafeni, chef power yoki menejer bilan gaplashayotganda noto'g'ri gapirib qo'ysanglar, bu sizlarni bilimsizliginglarni, o'quvinglar yo'qligingizni bildirib qo'yadi va natijada o'sha restoran, kafening egasi sizni dam beraveradi. Ya'ni siz bilan ishlamaydi. O'zingizni bilimli qilib ko'rsatishingiz shart. Endi yana bitta juda muhim ahamiyat kasb etadigan joyi, mana shu oziq-ovqatlarni yoki meva sabzavotlarni hammasi ham bozorda bo'lmaydi va hammasi ham bozorda arzon bo'lmaydi. Masalan, ikra sotmoqchi bo'lsanglar, eng arzon joy Alayskiy bozorda bo'ladi. Ya'ni eng arzon joy Urizor yoki
chorsi yoki hatto qo'yluda ham emas. Aynan qora ikra va qizil ikra yoki boshqa ikralarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, baliq ikralarini nazarda tutaman, eng arzon joy bu Alayski hisoblanadi. Hattoki Alayskidan ham arzonroq joy qidirishingiz kerak. Bu endi reklama bo'lib qoladi, shuning uchun YouTube'dagi videoda aytmayman. Kim agar bu biznesni realniy qilmoqchi bo'lsa, pastda izohlarda silka bor. O'sha silkaga bosib, Telegram kanaliga o'tib olsanglar, yanada batafsil ma'lumotlarni qo'lga kiritsanglar bo'ladi. U kanalimda har kuni faqat biznes haqida gaplashamiz. Endi sabzavot va mevalarni eng arzon joyi bu Qo'ylu bozor hisoblanar edi. Hozir adashmasam bu Food City'ga ko'chgan bo'lsa kerak. Ya'ni o'sha Qo'ylu va undan u yoqqa o'tib ketasiz Food City'da kartoshka, piyoz, guruch va shunga o'xshagan ko'plab xil mahsulotlarni, ya'ni sabzavot va mevalarni eng arzon shu Qo'ylu yoki Food City'dan olsa bo'ladi. Lekin sitrusli mevalarni, masalan, limonni, o'sha limonariyalar bor Toshkent atrofida yoki tayyor limon sotadigan katta-katta teplitsalar bor. Shu teplitsalar bilan gaplashib arzonroq olsanglar bo'ladi. Limon ancha uzoq vaqtga yetadi. Shuning uchun bitta olib kelganda shu 5 ta, 4 ta yashulab ham olib kelsa bo'lsa kerak. Endi bizga shaxsan o'sha restoran, kafelarning ko'p bo'lganligi uchun o'sha limonariyadan ham borib olib kelganman. Zelin olib kelmoqchi bo'lsanglar, Yangiyo'lda bozor bor. Eng arzon zelin Yangiyo'l bozorida bo'ladi. Faqat nimani arzon olgan bo'lsanglar, e'tiborga olinglar. Qopni tigi bilan qopni usti bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun qopni bo'shatib olinglar. Ya'ni qopni o'zingizlarning qopingizga bo'shatib olinglar. Pomidor yoki yana nima bodring olgan bo'lsanglar ham, yashuvni tigi ustidan farq qilishi mumkin. O'sha usti bilan tigini farqini tekshirish uchun yashuvdan o'zingizlarning yashuvingizga o'tkazib olinglar. Shunda tigini ham ko'ra olasizlar. Yana bitta juda muhim joyi mana shu pomidorlarni, bodringlarni yoki limonni ham hattoki любой meva sabzavotni sotib olganda kalibrovka degan narsa bor. Ya'ni pomidorlarni bir xil razmerda olish kerak. Bodringni bir xil razmerda olish kerak. Nima sotib olgan bo'lsanglar ham bir xil razmerda kalibrlanganini sotib olsanglar, bu sizlarga juda katta foyda bo'ladi. Nega? Chunki siz kalibrlangan mahsulotdan nechta yoki necha kilo mahsulot chiqishini bila olasiz. Masalan, mayda kartoshka olib qo'ysangiz yoki mayda yirik kartoshkani aralash olib qo'ysangiz, uni qancha po'chog'i отходga chiqishini bila olasiz. Bir xil kalibrlangan kartoshka, bir xil kalibrdagi pomidor oladigan bo'lsangiz, undan qancha po'choq chiqib ketishini aniq hisoblay olasiz. Yoki o'sha pomidordan asarli teradigan bo'lsangiz ham, u yerda pomidor, bodringlar, kashnich, ukroplar, piyozlar donabay qo'yilganligi uchun kalibrlangan bo'lsa, donasi o'sha sizni talinkangizga to'g'ri keladi va doim bir xilda qo'yasiz. Endi bir safar kichkina pomidor, bir safar katta pomidorni asartiga teradigan bo'lsangiz, mijozlarda norozilik paydo bo'ladi va ishchilaringizga ham uxlatishiga sharoit yaratib berib qo'yasiz. Chunki ular bir safar kichkinaroq pomidorni qo'yadi-da, katta pomidorni uxlatadi. Keyingi safar hech qachon katta pomidorni qo'ymaydi. U doim o'tdan tejab yutishga harakat qiladi. Kalibrovkani qanaqa qilish bo'yicha yana mukammal o'rganmoqchi bo'lsanglar, shu biznesni realniy yo'lga qo'yaman desanglar, yana boyga aytganimdek, izohlar qismiga qaranglar, eng tepada joylashgan izohda link qo'yganmiz. O'sha linkka, silkaga bossanglar, Telegram guruhimizga o'tasizlar. Telegram guruhimizda kalibrlash bo'yicha batafsil tushuntirgan alohida videom bor. U kalibrlash bu videoga sig'maydi. Endi un, shakar, guruch yoki shunga o'xshagan mahsulotlarni eng arzon konserva mahsulotlari, shu jo'xori bo'ladimi, garoh bo'ladimi, shunga o'xshagan mahsulotlarni eng arzon joyi bu Urizor karvon bozor hisoblanadi. Ya'ni nimadir mahsulotlarni karvon bozoridan olishga to'g'ri. Xo'sh tovarlar ham ishlatiladi, doim o'sha, demak, idish tovoq yuvadigan, doim demak o'sha oyna artadigan yoki o'sha lattalar yoki o'sha pokelar, har xil xo'sh tovarlarni ham eng arzoni Urizor karvon bozoridan olsanglar bo'ladi. Endi chinni mahsulotlari ham doim sizlar sinadi. Chinni mahsulotlari eng arzon joyi Chinni bozor hisoblanadi. Chinni bozordan borib olsanglar bo'ladi. Ba'zi bir mahsulotlar Chorsi bozorda eng arzon hisoblanadi. Masalan, quruq mevalar agar ishlatadigan bo'lsanglar, qaysidir joylar, masalan, pripravalar ishlatadi. Shu pripravalarning eng arzoni Chorsi bozori hisoblanadi. Desertchilarga ham asosan ikkita bozor bilan ishlashadi. Desertchilar bu Alayski bozor bilan Chorsi bozor. Chunki Chorsi bozorda desertchilarning har xil kremlari, dabavkalari, parashoklari, suxoy malakolari, xullas kalom desert, vipichka va kafelarning ichida ham shu
desertga bog'liq narsalarni hammasini va ziravorlarni va quruq mevalarni eng arzon Chorsi bozorda, balkim Food Citydan ham topsanglar bo'ladi. Bu biznesni yo'lga qo'yishda eng katta qiyinchiligi bu hisob-kitob yuritishdi. Ya'ni siz har kuni nakladnoyga yozdingiz, masalan, masalan, Afiyet restoraniga bodring, pomidor, guruch, un, balon narsalar, postalar olib bordim dedingiz. Endi mana shuni uyga olib kelganingizdan keyin siz charchaysiz va uxlab qolasiz. Shuning uchun iloji bo'lsa uyda farzandingizmi, turmush o'rtog'ingizmi yoki uyda pensioner ota-onangizmi kim bo'lsa yoki bo'lmasam ular hech qaysini sizga yordam beradi. O'zingiz bitta uxlab turganingizdan keyin mana shu nakladnoyni olib, erinmasdan kompyuterga kiritib chiqing. Ya'ni har bitta o'sha restoranga nima mahsulotdan necha dona olib bordingiz, necha kilo olib bordingiz, necha puldan olib bordingiz, bularni yozib chiqing. Hattoki o'zingiz sotib olgan narxingizni yozing va ustiga o'sha 10% qo'ygandagi narxingizni yozing. Va bu yerda chestniy bo'ling. Agar siz chestniy bo'lsangiz, klientingiz ko'payib ketadi, bu biznesingiz rivojlanadi. Sekin-sekin ishchilar olib, sekin-sekin sklad olib, sekin-sekin xolodilniklar sotib olib, bu biznesni kengaytirib, katta biznesga aylantirib yuborsangiz bo'ladi. Demak, siz nakladnoyga kiritganingizdan keyin chislosini yozib qo'yishni unutmang har kuni. Va yana bitta eng katta joyi, siz mahsulotni bozorga ertalab 8 da olib borganingizda qabul qilib oladigan odam bo'lmaydi. Uxlab qolgan bo'ladi, kech keladi yoki kelgandan keyin ham kiyimini yechadi, hojatxonaga kirib ketadi, bir narsalar qilib, g'imir-simir qilib yuradi. Va siz o'sha ishchini ketdan qo'lab yurishingiz kerak. "O, Eshmat aka, iltimos, qabul qilib oling, qo'l qo'yib bering, men buncha oldim" deb desangiz, "Voy, men buncha olmadim-ku" deydi. Mana oldingiz siz, men tortib olishim kerak" deydi, erinadi. Yoki bittalab tortib bergin deydi. Yoki bo'lmasam, o'sha siz ko'chaga olib kelsangiz, u aytadiki, "Ichkariga olib tushib ber, sklatimga olib kirib ber" deydi. Mana shu joyda katta muammo bo'ladi. Ishchilarga qarashgisi kelmaydi. Shuning uchun siz ozgina endi shu joyda usluga xizmat ko'rsatishingiz kerak. Men sizga nafaqat bozordan arzonga olib kelib beraman, balki sklatingizgacha olib kirib, gruzchilik qilib beraman. Hattoki taxlab beraman deb 10% emas, 15% foyda qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Chunki restoranlarda mana shu eng katta muammo. Chunki ko'pincha ta'minotchilar olib kelib, eshunitiga tashab ketaveradi. U kech 2-3 soat agar pomidor bodringlar issiq suvda olib ketsa, bujmayib qoladi, qurib qoladi, tovarning vidi ketib qoladi. Keyin o'sha masalan 8 da olib kelib tashladingizda, qabul qilib oluvchi odam bo'lmadi. Qabul qilib oluvchi 9:30 da 10 da keldi. O'sha optoda olib ketgan mahsulotlar aynib ham qolishi mumkin, erib ham ketishi mumkin agar muzlagan narsa olib kelsangiz. Va mana shu yerda sizda rahbariyati bilan, ya'ni restoran bilan muammo, janjal paydo bo'ladi. U ishchisi aytadi, o'zi kech olib kelib berdi deydi, siz buni isbotlab bera olmaysiz. Shuning uchun doim mahsulotingizni olib kelganingizda Telegramdan kirib, dumaloq video qilib, shu Telegramdan gruppa создавать qilib oling. U gruppada shu restoran, kafening xo'jayini, menejeri va chef повар bo'lsin. Va o'shani kim qabul qilib oladigan bo'lsa, ombor mudiri bo'lsa, o'sha bo'lmasa, qabul qilib oluvchi smendagi nachalnik yoki qorovuli ham bo'lsin. Va siz bo'ling. Mana shu 5 kishidan bitta gruppa qilib olasiz va mahsulot olib kelganingizda dumaloq video qilib, "Xo'jayin, men bugun sizga mana bu nakladnoydagi narsalarni olib keldim. Mana ko'rsatasiz. 5 kilo pomidor, 10 kilo bodring, 3 kilo guruch, 50 kilo kartoshka, 30 kilo sabzi, yana palon narsalar mana qilib ko'rsatasiz va buni keyin ularga jo'natib qo'yasiz. Dumaloq videoga 1 minutga sig'masa, demak videoga olasizda, unda o'sha 2-3 minutlik videoga olib, videoni har kuni tashlab qo'yasiz. Bu sizning tasdiqingiz bo'ladi va mana shu videoni izbranniga, ya'ni savedga saqlanib qilib qo'yasiz. Shunda u saqlanib bo'lib tursa, ertaga mabodo ishchisi yoki o'sha nomaqbul restoran xo'jayiniga tushib qolsangiz, o'chirib tashlasa, mana menda mashchisoda turibdi deb isbotlab berishingiz uchun kerak bo'ladi. Restoran, kafelardagi eng katta muammo отчетlarni o'z vaqtida chiqarish. Ya'ni ular hisob-kitob qila olmaydi. Mana shu hisob-kitob qilishi uchun ularga o'z vaqtida kelgan mahsulotlarni prixod qilish kerak. Ko'pchilik restoranlarda mana shu prixod bilan bog'liq muammo bor. Kelgan narsani ishiga chalg'ib ketib, o'sha restoran xodimlari prixod qilib kompyuterga kiritmaydi. Va mana shu siz olib kelgan nakladnoy yo'qolib ketadi qatladada, tushib qoladi, yirtilib ketadi. Va kelgan oy oxirida qani bir отчет ko'tarilaringchi deydi. Ana o'sha отчет ko'targanda yo'qolib qolgan ikkita nakladnoy yo'q bo'lsa, bu degani sizni $500 dan
2 kunlik $1000 bozoringiz yo'qoldi. Ular keyin hisob-kitob ko'taradi-da, "Menga qara" deydi. "Menga qara Anvar" deydi. "Men senga $15,000 berimman. Lekin sen menga $14,000 mahsulot olib kelib beribsan. $1000 nega meni kiydirding?" deb sizga savol beradi. Mana shunaqa savol berganda, shu savolni bermasligi uchun siz отчет yuritishingiz kerak. Ya'ni o'sha restoranning отчетini o'zingiz qilib bering. Ya'ni siz har kuni nimadan qancha olganligini отчет qilib, unga bir oyning oxirida Excelda formula kiritasiz-da, yozasiz. Sabzi afiyet ichiga, afiyetda nakladnoyning ichiga, afiyetda Excel faylini ichida yozasiz. Sabzi deysiz va bir oyligini menga chiqarib ber deysiz. Bir oyda bular 330 kilo sabzi ishlatgan, 550 kilo pomidor ishlatgan, 400 kilo bodring, 500 kilo bonfile, 300 kilo pirzol, ya'ni har bitta olgan mahsulotidan bir oy ichida necha kilo olganligi, necha pullardan olganligi va oyning oxirida o'pshingiz bir oyda sizga necha pul berganligi chiqadi. Shunda sizga isbotlab berasiz. Mana 15 kun men senga pomidorni 10,000 so'mdan olib kelib beraman. Keyin bozorda narx oshgan. Ana undan keyin men senga 11,000 dan olib kelman 7 kun. Keyingi 7 kunda men senga 13,000 dan olib kelman deb ko'rsatib berasiz. Mana shu bir oylik отчетni qo'liga beradigan bo'lsangiz, kompot bo'lib qoladi. Ya'ni necha kun, necha puldan necha kilo olib kelib berdingiz, keyingi necha kunda necha puldan necha kilo olib kelib berdingiz va keyingi kunlarga qancha olib keldingiz va bir oyda o'pshi o'rtacha unga pomidorni necha puldan olib kelib berdingiz. Masalan, 15 kun 10,000 dan, 7 kun 11,000 dan, 7 kun 13,000 dan olib keldingiz. O'rtacha 318 mingga aylanyapti pomidoringizni o'rtacha stoyimizda. Buni 30 kunga bo'lib olasiz. Endi 318 mingni 30 ga bo'lamiz. 10,600 so'mga aylandi. Siz mana shu kafening xo'jayiniga 10,600 so'mdan men senga bir oyda o'rtacha pomidor olib kelib berganman deb necha kilolargacha yozib bersangiz, kompot bo'ladi. Va mana shunaqa qilib beradigan ta'minotchini men hali ko'rganim yo'q. Siz ham shunaqa ta'minotchiga aylanib olsangiz, bemalol bozorni egallab olasiz. Endi klientni qanaqa qilib ko'ndirsa bo'ladi? Demak, siz klientga borasiz. Klientga mana men bozordan nech puldan olgan bo'lsam, har kuni olgan narximni, chekimni senga ko'rsataman. O'sha Telegram gruppaga rasmga olib tashlab beraman va mana shu chekimning narxi ustiga rovna 10% qo'yaman. Demak, mana rasxodlarim bor deb aytasiz. Ya'ni men o'sha mashinani remonti, gayiga ishtirokga tushishingiz mumkin. Bozorlarda stanka va benzin puli. Mana shularga taxminan shu 10%, 5% ketsa, qolgan 5% menga foyda bo'lib qoladi. Sizga demak cheklan tashiyman-da, sizga demak chetlan tashiyman-da, ustiga rovna 10% qo'yib olib kelib beraman, ochiq o'yin qilaman deb ayting. Va mana shu boyiga men aytgan sizga Exceldagi nakladnoy faylni unga ko'rsating. U o'sha faylni ko'rib mazasi qochadi. Va siz unga nafaqat buni 1 yil davomida bozordagi narxlarni yig'ib, 1 yil davomida bozorda narxlar qanaqa o'zgarganini ham ko'rsatib berishingiz kerak. 1 yillik narxlarni qanaqa qilib yig'ish bo'yicha ma'lumotlarni batafsil izohlarda qaranglar. Izohlarda Telegram guruhimning silkasini qo'yganman. Shunga bosib Telegram guruhimga o'tib olinglar. O'sha yerda batafsil kunma-kun tushuntirib bergan. Demak, o'zingiz oxirgi 2-3 oylik bozordagi narxlarni o'rganib, o'sha narxlar bo'yicha siz kelib, o'sha narxlarni konkurentni list qilib o'rganib, qaysi bozorda narxlar nech pulligi bo'yicha batafsil ma'lumot bersangiz, demak o'sha restoran, kafening shef-poveri yoki egasi ko'nishi ancha oson bo'ladi. Endi hamma mahsulotni ham bozordan olinmaydi. Ba'zi bir mahsulotlarni firmalardan olish kerak bo'ladi. Masalan, napitkalarga ozgina agar siz 5,000 emasda, sal ko'proq ham pulingiz bo'ladigan bo'lsa, kolaga, pepsiga, sezonda sotib olish qiyin bo'ladigan mahsulotlarga pul tikib qo'ysangiz, ularga перестейна qilib qo'ysangiz, kola sizga sezonda ham arzonga shu mahsulot olib kelib beradi. Chunki sezonda bozorda kola va pepsilar narxi ko'tarilib ketadi. Mana shunaqa ba'zi bir resurslarni, ba'zi bir tovarlarni zapas qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi shunaqa tovarlar bor, ularni bozorda umuman topa olmasligingiz mumkin. Masalan, turk nane degan narsa bor. O'zi aslida bu yalpis yoki kekik deydi. Bu o'zi aslida kiyik o'ti, lekin O'zbekistonning kiyik o'tini turk kafedagi ustalar, go'sht ustalari ishlata olmaydi, turk ovqat ustalari. Ular aytadi sizga, menga deydi Malatyani yoki menga Urfani yoki menga Antepni kekigini olib kelib bergan deydi. Ana shunaqa vaziyatlarga tushadigan bo'lsangiz, qayerdan topaman buni Anvar aka deb siz yutqizib qo'yishingiz mumkin. Chunki siz raqibingiz bo'lgan narigi ta'minotchi o'sha mahsulotni ham qo'shib olib kelib berayotgan bo'lsa, siz olib kelib bera olmasangiz, unda bu restoran nega siz bilan ishlamaydi.
Mana shunaqa Turkiyadangina keladigan mahsulotlarni, demak, ziravorchilarga borib zakaz qilishingiz mumkin. Bu bitta variant, lekin ular zakaz qilganingizda ham 1-2 oydan keyin olib kelib beradi. Ikkinchisi, O'zbek Toshkentda hozir turklarning optim magazinlari ochilgan. Ana o'sha optim magazinga borsangiz, aniq shunaqa kekik ham bor, nani ham bor, hammasini sotib olsangiz bo'ladi. Nafaqat bular, balki o'tda yeni bahar degan yoki bo'lmasam 5 baharat degan turklarning o'sha 5 xil ziravori qo'shilgan dabavkasi bor, shunaqa yoki ko'fta baharati deydi, ya'ni kotlet qilishga ishlatadigan ziravorlari bor. Har xil chatishtirilgan. Uni o'zingiz ijod qilib o'tirmang, tayyorini o'sha turk magazinlariga borib optim sotib olsangiz bo'ladi. Keyin masalan sumak degan narsa bor. O'zbeklar buni yemaydi ham, ichmaydi ham, lekin Turkiyada bu ko'p ishlatiladi. Va mana shu sumakka ham qayerdan topsam ekan deb qidirib yurmasdan, yoki Chorsi bozordagi ikkinchi etaj ziravorlarga, yoki bo'lmasam Toshkentdagi turk magazinlariga borib, faqat Turkiyadan mol olib keladigan shularga zakaz berib yoki shulardan sotib olsangiz bo'ladi. Yana bitta qiziq narsani aytaman. Banan sotmoqchi bo'lsanglar, eng arzon banan Qo'ylu bozorida emas. Food City'da ham emas. Eng arzon banan firmalarda bo'ladi aziz do'stlar va eng arzon apelsin ham firmalarda bo'ladi. Ba'zi bir mahsulotlarni firmadan olgan yaxshi. Keyin choy sotmoqchi bo'lsanglar ham O'rizor yoki Qo'yludan, Chorsidan olmasdan choyni optim qilib firmadan bittada sotib qo'yganingiz yaxshi. Chunki bu sizga ancha arzonga tushadi. Firmalar переслениga, skidka, aksiyalar bilan ancha arzonga beradi. Lekin ulardan ko'p mahsulot olishingiz kerak. Ko'pchilik kafe, restoran yoki milliy taomlar yoki to'yxonalar sizdan ko'p kunga, balki 15, balki 1 oyga mahsulotni realga berishingizni va 1 oyda bitta rashyot qilishni talab qiladi. Bunaqa riskga iloji boricha kirmang. Chunki 1 oydan keyin sizga pulni bermasdan, bo'ldi, sen bilan ishlamayman deb yoki ishim yurmayapti deb sizni damingizni berib yorib, o'zi bozor qilib ketishi, lekin sizni pulingizni o'zini oborotiga tiqib olishi mumkin. Chunki nasiyaga 2 kundan ko'pga iloji boricha ishlamang. Endi restoran, kafelarga hamma narsani faqat bozordan naqdga olish oqlamaydi. Shuning uchun ular taxminan 30, 40, ba'zi birlari 50% mahsulotni перечислениyaga topib bergan deb sizdan to'polon qiladi. Shuning uchun siz yoki o'zingizning nomingizga firma ochib, o'sha firmaga chek urib, mahsulotni перечислениyaga sotishingizga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasam, katta firmalarni topib olib, o'sha yerga kafe, restoranning pulini o'sha firmaga haydattirib, ulardan nimadir mahsulotni optim olib turib, uni bir nechta restoranlarga bo'lib to'la tarqatib, pulingizni yechib olsangiz bo'ladi. Ya'ni restoran, kafelar faqat naqdga beraman desa siz bilan ishlamaydi. Ularga 20, 30, 40, 50% gacha перечислениyaga ham ta'minot qilib berishingiz kerak bo'ladi. O'zi ba'zi bir narsalarni faqat перечислениyaga olasiz. Ularni перечислениyaga gaplashib olib, перечислениyaga sotib oling va перечислениyaga soting. Nimadir mahsulotlarni naqdga sotib oling va nakladnoy bilan bersangiz, u firma o'sha naqd pulni kassadan yechib sizga beradi va naqdga sizdan rasmiy sotib oladi. Aziz do'stlar, eng qiziq tomoni mana shu ta'minotchi. Ko'pchilik restoranlarda ta'minotchi ishga olsa, u ishchi maksimum 12 soat ishlashi mumkin. Atak 8 soat, 10 soat ishlaydi. Ya'ni u ertalab 8 da kelsa, kechqurun 8 da uzoq bilan ketadi. Ana undan keyin kechqurun o'sha mahsulotni kerak bo'lib qolsa, ular magazinga chiqib keladi. Magazindan mol olib kelgandan keyin butun bugalteriya rasvosi chiqib ketadi. Shu sababli kafe, restoranlar ta'minotchi bilan ishlagani ma'qul. Agar siz o'zingiz ishchi oladigan bo'lsangiz, u ta'minotchidan ham sizga qimmatga tushib ketadi. Chunki ishchingiz bekor o'tirgan paytida qanaqa qilib levi qilsam ekan, qanaqa qilib soqqa qilsam ekan, xo'jayinni nima qilib kiydirsam ekan deb o'ylab o'tiradi. Shu sababli restoran, kafe, to'yxona, milliy taomlari bor insonlarga tavsiyam zo'r ta'minotchi topib olinglar-da. O'sha ta'minotchi bilan men aytgandek chekini tashlasin va ustiga toza 10% qo'ysin va har oy oxirida bozordagi har bitta mahsulot bo'yicha o'rtacha narxlarni sizga yozib olib kelib bersin. Shunda siz uni bemalol tekshirib olasiz. Endi ta'minotchi bo'lmoqchi bo'lganlarga tavsiyam esa har oy oxirida butun o'sha narxlarni olib kelib topshiring va bozordagi 1 yil davomida bazani yig'ing. Ya'ni 1 yil har oyda nima narsani necha puldan olganingizni ma'lumotini o'zingiz kompyuteringizda bo'lsin va yil tugagandan keyin restoranning xo'jayiniga 1 yillik отчетni katta отчет qilib qo'liga olib kelib beradigan bo'lsangiz, u ko'rib juda xursand bo'lib ketadi. Yoki kompyuterdan, Telegramdan tashlab bersangiz, Excelni ochib bittalab ko'rib chiqadi. Sizga tasannolarni aytib va sizdan hech qachon ketmaydi. Doim siz bilan hamkorlikda ishlaydi. Oyiga $3000 dan foyda qilganingizdan keyin 1 yilda $36000 foyda qilasiz.
Endi o'rtacha 1000 dan ro'zg'orga ishlatib olsangiz ham 2000 dan toza foyda qoladi. Mana shu yig'gan 24000 dollaringizni nima qilish kerak deganda, ana endi buni davomini va qanaqa qilib 1 yillik bozor narxlarini endi ishni boshlayotgan odam qatdan yig'ib olsa bo'ladi bu ma'lumotni. Bu biznesni nechta pul bilan boshlanishi haqida aytib berdim. Qaysi bozorlardan qanaqa qilib ta'minot qilish tushuntirib berdim. Ta'minotni yo'lga qo'yayotganda klientga qanaqa xizmat ko'rsatish kerak, nimalarga e'tibor berish kerakligini tushuntirib berdim. Bu biznesning kamchiliklarini, qiyinchiliklarini ham aytib berdim. Endi agar siz rostdan ham bu biznesni boshlamoqchi bo'lsangiz, mijozni qanaqa qilib ko'ndirish kerak, mijozni qayerdan topish kerak, qanaqa topish kerak, qanaqa qilib borib u bilan gaplashish kerakligini batafsil o'rganmoqchi bo'lsangiz, haqiqatda shu ishni qilaman deb niyat qilganlar Telegram kanalimga o'tib olasizlar va har kuni o'sha Telegram kanalimda mana shu ta'minot biznesini qanaqa qilib mijozni ko'ndirishni va keyinchalik ham shu biznesda qiyinchiliklarga duch kelib qolsangiz, shu duch kelgan muammolaringizga nima yechim qilish mumkinligi haqida batafsil tushuntirib beraman. Endi hozir ommaga hamma gaplar ham aytib bo'lmaydi. Ya'ni mijozni ko'ndirayotganda, "Manaqa ko'ndirgin" deb men hosilaga bu yerda aytib yuborsam, mani restoran egalari ham eshitib o'tirgan bo'lsa, ular bu ishlatadigan usulingizni bilib oladi. Va shu usulingizni bilolmasligi uchun ham sizlarga Telegram kanalimga o'tishinglarni taklif qilaman. Telegram kanalimga o'tib olib, o'sha yerdan batafsil o'rganib, sir asrorlarini ishlatib, mijozlarni ko'ndirasiz.